Og'iz bo'shlig'ida chiqadigan stomatitni uy sharoitida stomatologlar qanaqa davolaydi? Buni sizga hozir 30 sekund mobaynida tushuntirib beraman. 3% peroksidvodorod olib, ovqat yeyishdan oldin 1-2 minut oldin o'sha stomatitga bostiriladi. Undan keyin komistat yoki undan ham yaxshi bo'lgan halisal mazini o'sha joyga surtib qo'yiladi. Bu muolaja bir kunda 3-5 mahal takrorlanib qilinadi. Bundan tashqari bir kunda 2 yoki 3 mahal xlorgeksidin 0.05% rasvor bilan ham chayib turish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Stomatit chiqqan holatda dieta qilish juda ham muhim hisoblanadi. Bunda achchiq, sho'r va gazli napitkalardan o'zini ehtiyotlab turish kerak bo'ladi. Eng muhimi bu ichak florasini, ya'ni ichak faoliyatini to'g'rilash. Bunaqa bemorlarda ko'pchilik holatlarda ich qotishi kuzatiladi. Shu ich qotishini regular holatga olib kelish kerak. Chunki ichak bakteriyalarini bijg'ituvchi holatini aktivlashishi kuchaygan holatda bizada shilliq qavatimizda bu virusli yoki zamburug'li kasallik stomatit kelib chiqadi. Uni asosiy sababi ichakda hisoblanadi. Shuning uchun bizni ichak faoliyatimizni yaxshilashimiz bu eng muhimi hisoblanadi. Bu videoni juda ham ko'p stomatit chiqadigan tanishlaringizga jo'natib qo'ying.